Bugun oilaviy dam olishga chiqdik. Bu qizimni birinchi sayohati. Yo'l uzoqlik qildimi, uxlab olishga ham ulgurdi. Yo'lni ko'rib topishga urinib ko'ringchi, biz qayerga ketyapmiz? Menimcha ko'pchilik topdi. Biz kitob perivalidamiz. O'sha mashhur Qurt bozori. Bu joyni ayollar rosa yaxshi ko'rsa kerak. Bu joyni bilmagan odam bo'lmasa kerak. Katta tosh tandir restorani. Atmosferani til bilan ta'riflashni iloji yo'q. Tabiat bilan uyg'unlashib ketgan. Bu yerni tandir go'shti juda mashhur. Yeb qo'yadi, nima bo'pti? Mana shu bo'lib qo'yma deydilar. Nima bu qizim? Sayohatga chiqqanda shunaqa noxush holatlar ham bo'lib turadi. Videoning oxirida bu dog'ni osongina yo'qotishni ko'rsataman. Perival ham issiqlik qildi, salqin joy izlab Hazrati Bashir tomon yo'lga chiqdik. Bashir qishlog'ining tog'lari ko'rina boshladi. Biz joylashgan dacha, havosi toza, salqin. Shaharni zaharli havosidan charchaganlar uchun kelib 1-2 kunga dam olib ketishni maslahat beraman. Bu yerda Hazrati Bashir nomidagi ziyoratgoh bor. Bu chinor daraxti 700 yil ilgari ekilgan ekan. Bu daraxt ona chinor nomi bilan mashhur ekan. Chinor tagidan buloq oqib chiqadi. Kichik ko'rinishiga qaramay 1000 yillardan beri qurib qolmagan. Teparoqda Hazrati Bashir maqbarasi bor. Shu yerga ko'milganlar deb taxmin qilishadi adashmasam. Yana bir ajoyib daraxt. Bu daraxtning yoshi 650 da. Hassalarni shu yerga qadab qo'yganlar yillar o'tib archa daraxtiga aylangan deb rivoyat qilishadi. Safarimiz qaridi, uyga qarab yo'lga chiqdik. Yo'ldan 1000 qo'yli boyning qo'ylari chiqib qoldi. Qo'ylar 1000 ta emas, 10 mingdan ziyod ov. Ha mayli, birovni pulini hisob-kitob qilmaylar, yaxshi emas. Quyosh ham charchab dam olishga kirdi, biz ham charchab uyga keldik. Endi o'sha dog'ni osongina yo'qotishni ko'rsataman. Sayohatda yurganda mana shunaqa noxush holatlar ko'p bo'ladi. Shunaqa dog'larni biz faqat Coupon Plus gellariga ishonamiz. Samarali yo'qotadi. Ko'rib turganlaringizdek, dog'dan asar ham yo'q. Coupon Plus gelini boshqa gellardan afzalliklarini sanab beraman. Gel kir moshina uchun parashokka nisbatan xavfsiz hisoblanadi. Namiqib, o'ta hidlanib qolgan kiyimlarni ham hidini yo'qotadi. Kirdagi dog'larni yaxshi samarali tozalaydi. 7 ta multiferment bor ichida. Rangli kiyimlarni rangini chiqarib yubormaydi, rangini saqlab qoladi. Coupon Plus mahsulotlari Koreyada ishlab chiqariladi. Koreya mahsulotlari sifati juda ham zo'r bo'ladi. Buni siz ham yaxshi bilasiz.